Tug'ilding. Sen dunyoga kelgan chog'ingda keltirdilar senga bir yog'och beshik. Yashading, ulg'ayding ketar chog'ingda qabrga kuzatdi tebranmas beshik. Bu hayot shu ikki beshik orasi. Tug'ilding, o'rashib seni oppoq yo'rgakka e'zozlab, erkalab, suyib, sevishdi. Ruhing tanangni tark etgan chog'da yana oppoq yo'rgakka o'rab qo'yishdi. Bu hayot shu ikki yo'rgak orasi. Sen dunyoga kelganing zahot odamlar yig'inga jim quloq soldi. Bandalikni bajo keltirgan chog'ing o'zgalar yig'isi dunyoni bosdi. Bu hayot shu ikki ko'z yosh orasi. Shu qisqa fursatda eng og'ir yumush yaxshi nom qoldirib yashamoq ekan. Angladim. Aslida tug'ilish, hayot tug'ilish va o'lim orasi ekan. Inson o'zini hayotinda shu qisqa fursatda ikki nuqta orasida o'zidan faqat yaxshi nom qoldirib yashasa, o'sha odam eng yaxshi inson hisoblanadi. Shuning uchun sizlar ham xohlayman, shu bosgan izlaringizdan faqat ezgulik urug'lari unib chiqqay. Farzandlaringiz baxtingizda sog' salomat bo'lg'ay, turmush o'rtoqlaringiz sizlarga yelkadosh bo'lg'ay, tayanch bo'lg'ay. Odamlarning orasida, jamiyatda o'zlaringizga xos bir o'rin tutib, o'zlaringizga xos bir nom qoldirib, ota-onangizni baxtini sog' salomat bo'lib, shu sizlarni bosgan qadamlaringizdan, qilgan yaxshi amallaringizdan ota-onalaringizni boshidan iloyim rahmat ham nurlar yog'ilib tursin. Shu qadamlaringizga hasanat deyman. Hamisha sog' salomat bo'ling. Mehrda ham eng noyob, eng pullara sotilmaydigan hissiyot sizlarni hech qachon tark etmasin. Rahmat. Yaxshi o'qituvchi bo'lib, yaxshi nomlar qoldirib, yashash baxtini bersin. Rahmat ustoz. Charos. Qo'yqam, bizimni ovozimni o'zim yoqmaydi, o'zim yoqmaydi hozir.